Uyda hech kim yo'q payti, eshikni yopib, telefonni qo'lga olib, o'zingizni butunlay boshqa odamga aylantirgan paytingiz bo'lganmi? Bir lahzalik ozodlik deb o'ylagan narsa, keyin esa yuragingizni og'ir toshdek bosib qolgan payt. Bugun shu haqda gaplashamiz. Va bu hikoya siz o'ylagandan ham chuqurroq. Ko'pchiligimiz hayotda shunday lahzalarga duch kelamiz. Oila ish bilan band, farzandlar maktabda, uy sukunatga to'ladi. Shu sukunat ichida inson o'zini ozod his qiladi. Lekin ko'pincha bu ozodlik xavfli o'yinchoqqa aylanib qoladi. Bugungi hikoyamizda biz oddiy bir ayolning, 34 yoshli Zilola ismli ayolning hayotidan bir bo'lakni ko'rib chiqamiz. U oddiy oilada 2 farzand bilan yashaydi. Eri doimiy ish safari bilan yuradi. Tashqaridan qaraganda mukammal oila. Ammo ichkarida sukunat juda baland ovozda gapira boshlagan edi. Zilola har kuni ertalab farzandlarini maktabga kuzatib qo'yadi, keyin uy ishlarini qiladi, tushlik tayyorlaydi va soat 14:dan keyin uy butunlay sukutga cho'madi. Eri esa o'sha paytda ko'pincha safarda bo'lardi. Bir kuni Instagramda eski sinfdoshi bilan yozishmalar boshlandi. Avvaliga oddiy qalaysan, nima gaplar? Keyin biroz ko'proq e'tibor, iltifotlar, hazillar. Zilola o'zini yoshroq, chiroyliroq, qiziqarliroq his qila boshladi. U o'yladi, bu faqat suhbat, hech qanday yomon narsa yo'q. Uyda hech kim yo'q-ku. Lekin suhbatlar tobora chuqurlashdi. Rasmlar almashindi. Video qo'ng'iroqlar boshlandi. Va bir kuni u o'zini to'xtata olmadi. Uyda hech kim yo'q payti degan o'sha lahzalarda u o'zini butunlay boshqa odamdek his qildi. Bu unga hayajon baxsh etdi, lekin bir vaqtning o'zida qo'rquv ham keltirdi. Keyingi kunlarda u o'zini galati his qila boshladi. Telefonni doim yonida ushlab yurardi, xabarlarni o'chirib tashlashga majbur bo'ldi. Kechasi uxlay olmay, agar eri ko'rib qolsa-chi, degan o'y bilan yotardi. Psixologlar buni emotsional xiyonat deb atashadi. Jismoniy aloqa bo'lmasa ham, yurak va ong boshqa odamga bog'lanib qoladi va bu oiladagi ishonchni sekin-asta yemiradi. Zilola farzandlari bilan o'ynab o'tirganda ham oylari boshqa joyda edi. U o'zini aybdor his qilardi, lekin to'xtay olmardi. Bu holat ko'p ayollar va erkaklarda uchraydi. Sukunat va e'tiborsizlik odamni shunday xavfli yo'lga olib boradi. Bir kuni eri rejasiz uyga keldi. Zilola telefonni stol ustida qoldirib oshxonaga kirgandi. Eri telefonni ko'rib, ekranni ochdi va hamma narsani ko'rdi. O'sha lahza Zilola uchun dunyo to'xtab qolgandek bo'ldi. Uning ko'z o'ngida eri yuzida paydo bo'lgan ifoda uni hech qachon unutolmaydi. Bu g'azab emas edi. Bu chuqur xafa bo'lish va umidsizlik edi. U yig'lab yubordi. Men senga xiyonat qilmadim, lekin yuragim bilan boshqa joyda edim, dedi. Eri dastlab gapirmadi. Keyin shunchaki, men ham senga yetarlicha vaqt ajratmadim. Bu mening ham aybim, dedi. O'sha kuni ular uzoq suhbatlashdi. Bir-birlarining kamchiliklarini aytdi. Ko'p yig'lashdi va eng muhimi, bir-birlarini tinglashdi. Bu hikoyadan nima o'rganamiz? 1. Uyda hech kim yo'q degan lahza, bu xavfli vaqt. O'sha paytda o'zingizni himoya qilish kerak. 2. Agar o'zingizni e'tiborsiz his qilsangiz, bu haqda ochiq gapiring. Sukutda yigilgan muammo keyin portlaydi. 3. Eng katta xiyonat bu jismoniy emas, balki yurakning boshqa odamga otishi. 4. Agar xato qilingan bo'lsa, yashirmang. Rostini aytish og'riq bersa ham, uzoq muddatda davolaydi. Zilola va eri bugun ham birga. Ular birgalikda ko'proq vaqt o'tkazishni, bir-biriga ochiq bo'lishni o'rganishdi. Agar bu hikoya sizni o'ylantirgan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlab qo'ying. Kommentda o'zingizning fikringizni yozing. Uyda yolg'iz qolgan paytingizda eng ko'p nima qilasiz, deb so'rayman. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, yana shunday hayotiy mavzularda uchrashib turamiz. O'zingizga va yaqinlaringizga e'tiborli bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.